O'z orzularimizni amalga oshirish uchun iPhone'ni qaysi markaz chiqadigan bo'lsa, xarid qilamiz. Lekin ota-onamizni orzusini amalga oshirish uchun o'ylab ko'rdikmi? Har bir ota-ona umra safariga borib, o'z ibodatlarini bajarishni, ado etishni xohlaydi. Men sizga ishonchli umra jamiyatini tavsiya etaman. Ayni vaqtda Farg'ona shahar Qoq markazidamiz, umra jamiyatining ofisida. Bu umra jamiyatida 6 ta viloyatdan to'g'ridan-to'g'ri reyslar bor. Abdurahmon akadan to'liq ma'lumotlarni yetkazamiz siz bilan birgalikda. Qani ketdik. Abdurahmon aka, hormang, charchamayapsiz ishlar bilan. Har kuni deyarli ish bor. Kuni kecha ham qayerdan yurtdoshlarimiz uchishdi, qaysi viloyatlarda bor? Aytib o'tdik, 6 ta viloyatda to'g'ridan-to'g'ri reyslar bor. Shu haqida gaplashaylik. Xo'p, o'z avvalambor xush kelibsiz. Kuni kecha reyslarimizni, mana kecha Toshkent reysimiz bor edi. Toshkentdan to'g'ri Jidda shahriga ziyoratchilarimizni uchirdik. Ularni chiroyli kuzatib bordik, kayfiyatlari a'lo. O'sha oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdek, o'sha 5 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Ya'ni o'sha Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent hamda Termiz shaharlaridan 5 ta viloyatdan to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bor. Mana kuni kecha Toshkent reysimizni uchirib keldik. Tushunarli. Bugungi kunda siz baribir kuzatasizda, kim tomonidan bunaqa umra safarlarga jo'natishlar ko'payyapti? Firma, yaqinlar, Endi ko'pchiligimiz mana hozirgi paytda ko'p ziyoratchilar yoki obunachilar bilishadi, o'sha o'z ota-onalarini jo'natishadi. Keyin hozir bitta narsa allaqa bo'lyapti. Urfga kirdi. Haligi nima o'rtaq sinfdosh do'stlar yo osh yeydiganlar yoki mahalladoshlar bo'lib ketdi. Halik jam bo'lishi bir 10 tami, 15 tami bir bo'lib hammalari ketishyapti. Ya'ni xudo xolasa nasib keyingi Farg'ona reysimizda bir 15 tami, 16 ulpatlar osh yeydiganlar ketishyapti. Hali buni videosini ham qo'yib boramiz, xudo xolasa. O'shaqangi bir ketayotganlar ko'payib ketdi hozir. Xudo xolasa bizni tadbirkor akalar ham kuzatadi. Tadbirkorlar ham sekin-astalik bilan korxonasi borlar, yaxshi ishchilarni umraga jo'natyapti. Baribir umraga borish har bir yurtdoshimizning orzusidir. Ular uchun chegirmalar bor. Umuman olganda umra jamiyatida paketlar qanaqa va qulayliklar qanaqa, shu haqida ma'lumot bersak, narxlar bilan tanishtirib o'tsak. Narxlarni aytamiz. Xo'p, o'zi bu umra jamiyatida biz o'sha reyslarimiz 5 ta viloyatdan to'g'ridan-to'g'ri reyslar bo'ladi. Biz eng asosiy e'tibor o'zi ko'p narsaga, hamma narsaga qattiq e'tibor beramiz. Lekin shular ichidan ham biz haligi firmamiz o'sha yana ham e'tibor beradigan tomoni shunaqa narsadaki, birinchi ochirtda 50 boshimiz malakali, ya'ni 5-6 yildan beri o'sha yerda tajribasi bor 50 boshi. Bu muhim o'ta qaraymiz bu narsaga. Va yana bitta tomoni, eng asosiy tomonimiz nasib o'sha har bir ziyoratchimizni, ya'ni ketish biletlari bo'lsa, albatta ularning qaytish biletlari bor. Obratkalari albatta bor. Bundan ko'ngillari xotirjam bo'lsin. O'zi ko'proq mana shunaqa narsaga qattiq e'tibor beramiz va undan tashqari o'sha biz paketlarni so'rayapmiz, mana ko'pchilik bilishadi, mana paketlarimiz Madina Munavvaradan boshlanadi. Nimaga Madina Munavvaradan boshlanadi? Sababi mana odam ziyoratchilar Madina bilan borishsa, payg'ambar alayhisalom borlar. U yerda bir o'zgarish, u yerda o'zining qonun qoidasi, odoblari bor. Payg'ambar alayhisalom bor joyda haligi shovqin qilinmaydi, to'paran qilinmaydi, har xil haligi nojo'ya gaplar gapirilmaydi. Chiroyli borib o'sha yerda nima deydi, bir payg'ambar alayhisalomlar ravzalarga kirishadi. O'sha ravzaga kirishni albatta yo'lga qo'yamiz-da. Ravzalarga kirib o'sha yerda mana masalan har xil odam bo'ladi-da, masalan, har xil odam har xil bo'ladi. Har bir o'sha ziyoratchi umraga boryapti, borishni niyat qilgan yoki bormoqchi bo'lganlar ham uni ko'rishsa bo'ladi. Umraga borishlik bu Dubayga yoki Turkiyaga haligi sayohatga borish emas-da endi, masalan. Qayerga borayotganini bilib borgan yaxshi baribir. O'sha bizning ziyoratimiz ham Madina Munavvaradan boshlanishi sababi ham shu. Ya'ni Madina Munavvaraga borgan odam borib Madinaga borsangiz, muhitni shuni ko'rsangiz, sokin shaharda. Sokinlik u yerda jo'sh urib yuradi. Lekin o'zingiz ham shu sokinlikni o'rganib olasiz. Madinaga borasiz, borganingizdan keyin mana u ovqat bunaqa edi, mana u joy bunaqa edi deb demasdan o'sha hamma narsaga ozgina sabr bilan shuncha tur firma borda, shuncha firmalar ziyoratchilarni uchirishyapti, olib borishyapti, nafaqat biz, boshqalar ham. Ana shu kimdan borishdan qat'iy nazar, o'sha borgan firmalardan ozgina 15-20 minut, yarim soat kutib turishlik bilan o'sha hamma narsa o'z iziga tushadi. Sababi
o'zingizam ko'rasiz, nimalarda, aeroportlarda yuzlab ziyoratchi uchib borishadi. U yuzlab ziyoratchi uchib borishgandan keyin ularni joylashish olgungacha, masalan, deylik 50 boshi 50 ta odamga qaraydigan bo'lsa, sizni birinchi qilmaydi. Uni maqsadi hammani joylash. O'sha 15 qanaqadagi 15-20 minut ichida kechchaliga o'zimizdan qiziqib qolib ketib qolamiz. Shunaqangi mana qani bizni nimamiz, qani u naqamiz deyiladi. O'shuning uchun biz tavsiya beramizki, ham bir nimaga obunachilarimizdan ko'rib o'tirishdi mana ziyorat borilganda o'sha ozgina 10-15 daqiqalik bir nima deydi, sukunat bilan yoki bir ozgina sabr deymizmi, shu narsa bilan hammasi bir yo'lga qo'yib joylashib ketishadi. O'sha Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz mehmon bo'lishadi. 2 mahal taom beriladi. Taomlarimiz turkiy taomlar. Ya'ni taomda masalan o'sha sizga berilgan taom siz yemaydigan taom berilmaydi. Albatta o'sha chiroyli pokiza taomlar beriladi. U turkiy taomlar bo'lsin, boshqa taomlar bo'lsin, inson yeydigan taomlar beriladi. Albatta lazzatli, mazali taomlar beriladi. 2 mahal taom beriladi. 2 kecha 3 kunduz u yerda mehmon bo'linadi. Keyin o'sha Madina ziyoratlari. Ya'ni o'sha malakali 50 boshi sizni qayerda qanaqa yurishingizni tushuntirib ketadi. Men deydi Uhud tog'i deydi. Men Qubo masjidi demaydi, bunaqa deb sizga to'liq ma'lumot har bir jarayonni tushuntiradi. Albatta har bir jarayonlarda o'sha diqqat bilan, o'sha 50 boshiga diqqat bilan kuzatib, uni aytganini qilib, metda misol uchun bunaqa bo'ladi desa, o'shini bo'lib tursangiz, albatta sizni hamma joylarda tushuntirib o'tishadi. Va yana qo'shimchasiga o'sha Qur'on zavodiga olib borasizlarmi deb so'rashadi ko'pchiligimiz. Mana shu hozirda ochilib olamiz. Qur'on zavodiga olib kiriladi. Qachon olib kiriladi? Siz umraga borganingizda, deylik davlat tomonidan dam kuniga to'g'ri kelib qolsangiz, bekor bo'lib qoladi, olib kira olmaysiz. Lekin dam kuni emas, ish kuniga to'g'ri kelgansiz, Qur'on zavodi ochiq bo'lsa, albatta uni olib kirib chiqiladi, chunki u yerdagi ishchi xodimlarimiz doimiy aloqada bo'lib turishadi. Aytishadiki, bugun bekor ekan, bugun kira olmaymiz. Yoki aytishadiki, bugun ochiq ekan, bugun kiramiz. Qur'on zavodiga olib kiriladi, o'sha xurmo bog'ida osham qilib beriladi. Ya'ni misol uchun ziyoratlardan Uhud tog'i, Qubo masjidlarini ko'rib, tanishib bilib kelganingizdan keyin xurmo bog'iga borib, ozgina dam olaman deb o'tirganingizda, chicha ziyofatcha uyushtirib, o'sha yerda osh qilib, 50 boshi sizga hamma chiroyli qilib berishadi. Va yana bir asosiy tomonlarga e'tibor berganmiz. Nasib shu paytgacha har bir ziyoratchi Ravza-i Sharifga kirib chiqishdi. Ravzaga kirib chiqishdi. Va xudo xolasa bundan doim Ravzaga kirish muammosiz bo'ladi. Xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin. Faqat aytiladi, mana erkaklar mana soatga bu vaqtga yig'ilamiz, ayollar mana soatga bu vaqtga yig'ilamiz. Ya'ni 50 boshi bor, u yerda ishni jarayonida to'g'rilayotganlar bor. Nasib ziyoratchilarimiz o'sha aytganini qilib tursa hamma yo'q bo'ladi. Bartaraf etiladi. Albatta. Aytilganlar. Keyin nima qilinadi? 2 kecha 3 kunduz o'sha Madina Munavvarada mehmon bo'lingandan keyin 50 boshimiz umra qilishda ihrom kiyish qonun qoidasi, tartibi, o'zini odoblarini tushuntirib ziyoratchilarga chiroyli pokiza avtobusda Makka mukarramaga yo'l olishadi, labbaykani aytib ketishadi. Makkada ham kutib olishlar o'zgacha bo'ladi. Kutib olish jarayonlari juda go'zal. Nimaga? Chiroyli pokiza mehmonxonaga kirishda har bir ziyoratchi kirishida bitta joy namoz hamda zamzam suvi bilan xushmuomala bilan har bir xizmatchilarimiz kutib olishadi. Bolalarimiz o'sha yerda. Nimaga? Bularning hammasi o'sha ziyoratchilarning ko'ngillarini olish, uzoq masofadan safardan kelishyapti, ularni chiroyli kutib olish. Mehmonxonaga joylashishadi, taomlar tayyor turadi, taomlarni kuchga to'lib, umra amallarini 50 boshi bilan birga ado qilib, yana mehmonxonaga qaytib kelishadi. Oradan 2-3 kun vaqt o'tib yana nima? Bu yerda ham Makka ziyoratlari uyushtirib beriladi. Ya'ni Makka ziyoratlarida o'sha Arafot tog'iga, Nur tog'iga, Hiro g'orlariga hamma joyga borib, u yerlarda ham birga tanishib, chunki mana Madinani aytdik, sokin, sukunat shahar dedik, u yerda har xil baland ovozda gapirib bo'lmaydi dedik. Mana Makka bo'lsa boshqacha. Makka, masalan, Madinada piyada bemalol kirib chiqalasizda, Masjid Nabaviyga. Makkada siz ko'rishingiz kerak bo'lgan, ziyorat qilishingiz kerak bo'lgan joylar ko'p. Makka shunaqa shahar. Makkaga bordingizmi, mehmonxonaga kirdingiz, tezroq haramga yoki haramda bo'lmasa, o'sha Makka ziyoratlariga tezroq chiqiladi. Arafotga boriladi, o'sha hattoki Mino vodiylarigacha kirib nima qilinadi. Hamma tushuntiriladi. Makka ziyoratlaridan keyin yana qo'shimchasiga Qizil dengiz ham bor.
Qizil dengiz sayohatida o'sha ziyoratchilar ham ibodatdan ozgina charchashgan bo'lsa, Qizil dengizga borib, u yerda madaniy hordiq olib, yana ibodat kuch to'plab, yana qaytib kelishadi. Shu narsalarni yo'lga qo'yganmiz. Endi yana bitta narsa biz aytib o'tdik, Madina Munavvarada bir xurmo bilan ziyofat qilib beramiz dedik. Yana bitta ziyofat Makka mukarramada bo'ladi. Bu Rojihin masjidida. Rojihin masjidida ziyofatlarimiz bor. Umra jamiyatini ajratib turadigan jihati ham shu. Albatta, umra jamiyatida o'sha farqli tomonlari shu, ya'ni bizda yo'lga qo'yganmiz bitta ziyofat Madina Munavvarada, yana bitta bir ziyofat Makka mukarramada. Bularning hammasi o'sha ziyoratchilarimizning ko'ngillarini olish, o'sha qilinayotgan ibodatlarga kuch-quvvat bo'lsin degan maqsadda hammasini nima qilganmiz. Tushunarli. Qadrdon tomoshabinlar, siz umraga borganmisiz yoki endi reja qilmoqdamisiz va kim bilan borishni orzu qilyapsiz? Agar borib kelgan bo'lsangiz, juda ko'p obunachilarimiz, juda ko'p borib kelgan yurtdoshlarimiz Makka shaharlarini, Madina shaharlarini sog'inadi. Hattoki oradan bir oy vaqt o'tib bo'lsa-da. Bunga nima sabab bo'ladi? Abdurahmon aka? Chunki misol uchun har bir ziyoratchi yoki bir obunachilar ko'rib turishda har bir odam o'zi borishni maqsad qiladi-da. Endi maqsadiga erishgandan keyin erishgan narsasi qanchalik shirinligini to'ymasdan qaytib keladi. Yana borgisi keladi. O'sha maqsadi shirinligini bilgandan keyin inson yana borgisi kelaveradi. Deylik hozir misol uchun shirinlik yegan bo'lsangiz, undan yemoqchisiz, yarmini yedingiz. Yana yegisi keladi. Nimaga u sizga shirin tuyulyapti? O'sha maqsad ham shirin. Nimaga? Borilayotgan joy Madina Munavvara, Makka mukarrama. U yerga borganingizdan keyin o'zi bir xilga telefon qilishadi, aloqa chiqishadi. Tezda ketib qolyapmiz, bizga qolsa bo'lmaydimi? Cho'zib bersa bo'lmaydimi deydi. Yo'q, siz kelavering, kelib boshqatdan boring, yana sog'inch bilan borasiz. Yana siz ko'pchilik nimada biz qolsak maydimi? Yana bir hafta 10 kun qolaveraylik, cho'zib beramaysizlarmi? Mayli, biletimizni keyinga surib beringlar deyshadi. Ya biz qilib beraveramiz. Lekin siz yurtma bilan keling, keyingi safar siz yana jo'natamiz, yana sog'inib borasiz. Chunki borganingizdan keyin ketgis kelmay qolgan. Kelganingizdan yana borgis kelib qoladi-da yana. Bu yerga kelishdan oldin bitta hamkasb bilan gaplashdimda, uka deyapti, boshqa davlatlarga, Turkiya, Rossiya, umuman olganda boshqa davlatlarga borib uyimni sog'inardim dedi. Makkaga, umraga borganimda unaqa vaziyat bo'lmadi deb aytayapti. U juda ko'p yurtdoshlarimizda bo'ladi. Lazzatini aytib o'tganingizdek, lazzatini tartib qolgan. Abdurahmon aka aytib o'tdik, narxlar qolib ketdi. Asosiy narsa qolib ketdi hozir. Ko'pchilik buni obunachilar bilan o'tgan videolar aytib o'tdik. Bizda asosan narxni oyma-oy qanaqadirki nimaga hisoblab ko'tarish narsa yo'q. Bizni umra jamiyatining oldingi videolarni ko'rishgan bo'lsa bilishadi. Bizning narxlarimiz imkon qadar ziyoratchilarda o'sha qiynamaslik uchun stabil ushlab turilgan narsa. $1100 dan narxlarimiz. Ya'ni $1100 narxlarimiz qilib belgilaganmiz. Deylik, mana deylik bir qarindosh urug' ketishyapti. 5-6 ta odam ketyapti. Jamoa bo'lishi mumkin, ishxonadagi jamoalar. Ishxona kollektiv ketadi boshqa. Ular aloqaga chiqsin albatta. Biz ularni qiynamaydigan qilib yana yo'nalishlarni to'g'rilab qo'yamiz. Tushunarli. Bonuslar bor. Abdurahmon aka, mana bizni kuzatib turgan tadbirkorlarimiz borda, ular agro soha bilan, chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Misol uchun chorvada 6 oyda bir pul chiqaradi-da. Ya'ni oborotidagi 6 oyda hisob-kitob qiladi va yurtdoshini yilma-yiliga bo'lmasam 1 yilda 2 marta yaqin qarindoshinidir, birinchi ota-onasini, keyin amaki tog'alarini, xolalarini, opa-singillarni jo'natadigan yurtdoshlarimiz uchun ham bonuslar bormi? Albatta. Doimiy klientlar uchun ya'ni. Doimiy klientlarimiz uchun albatta bonuslarimiz bor. Ularga yengillik qilib beramiz. Nimaga? O'sha jo'natayotgan odamlarga qiyinchilik bo'lmasligi uchun albatta ular uchun bizga aloqaga chiqsin, albatta yengilliklarimiz, bonuslarimiz hammasi bor. Tushunarli. Qadrdon xavotir olishmasin. Tushunarli. Rahmat Abdurahmon aka. Qadrdon tomoshabinlar, aytib o'tganimizdek, siz umraga bordingizmi va kim bilan borishni xohlaysiz? Bu videoni yaqinda umraga jo'nab ketayotgan tanish birodarlaringizga yuborib qo'ysangiz, ularga ham manfaatli bo'ladi. Biz sizga Farg'ona shahar markazida asosiy ofisi bor umra jamiyatini tavsiya etamiz. Bu yerda 5 ta viloyatdan to'g'ridan-to'g'ri reyslar bor. Like bosing, obuna bo'ling va bizni doimiy kuzatuvchimizga aylaning.